Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi lokatsiyamiz manejning yanındamiz. 4 etaj domimiz 4-etajında 3 xona uyimiz sotib olgan ekan. Lokatsiyani yaxshilab tushuntiradigan bo'lsak, yurtdoshlar, birimizda manej, yan tarafimizda Ranch Universitet, yana seri ko'rinib turgan bo'lsa, Ranch Universitet. Yan tarafimizda Saltanat kafe, elektrosiyetning ko'chasi bo'ladi. Yurtdoshlar, shu yerdagi joyimizni ko'rib chiqamiz, yaqinlarimiz ham ulashib qolamiz, bahasam zo'r bahada. Esa ketdik. Yurtdoshlar, 4-etajdan yetib keldik. Her etajimizda yurtdomiz 2 xonadan bo'ladi, chap qo'limizda xonadonni ko'rib chiqamiz. Domimiz Selikat Karushdan ko'tarilgan. 3 xonali bo'ladi. Uyimizning holati o'rtacha holatda. Bemalol kelib yuraverasizlar. Bismillah. Kelganimizdan shunday chap qo'limizda keng bir dalonni mod turibdi. Do'rimizda 2 xonasi, o'ng qo'limizda spalni kichkina, yan tarafimizda sanuzel bo'ladi. Birinchi chetdan tushuntirib danıştırib boramiz. Oyoq telamiz yog'och pol, o'ng qo'limizda bir de detskiy komnata joy bo'lgan. Spalni bo'lib turibdi. Bani tuvaletlarimiz ham oddiy joylashgan. Atap inasi bor. Yerimizda vannas. Remont talab yurtdoshlar, uyimiz o'rta holda. Birimizdan yana bir spalnini, birimiz sal kengroq. Spalnisi patoklarimiz zatilgan ekan. Stenamiz fonda. Aynalarimiz endi almashtirilgan taxta oyna ba'zi bir reshotkalarimiz ham bor ekan. Birimizda zal, katta zal. Uyimiz yana baland, keng. Patoklarimiz bu yerda zatilgan. Atap inasi bor, cho'yin batalarimiz qo'yib turibdi. Birimiz yurtdoshlar yana baland po'lat qo'yibdilar, dalon insofi. Bir nam eğerde pollarını alıp taşıp bir oturadigan üstüne kürsü koyup birimize yine televizor astırsa o işimiz zor çıkadı. Çaylı bu pula kalasa. Kuxnyamız balkona köçüp turibdi. Yan tarafımızda yine balkonumuz var. Kuxnyamız bir köçken. Yan tarafımızda baland po'lat koydular. Balkon joyimiz, patoklarımız yine plastik. Yurtdoshlar, shunda buni narxini ayiradigan bo'lsak, narxi 390 million. Kelishib belli, kim olmoqchi bo'lsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.